Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Muzaffar Alimov Pavloniya plantatsiyasida turibmiz. Bitta so'rovnoma o'tkazmoqchimiz aziz do'stlar. 1 gektar yerdan 2022-yili necha pul daromad qildingiz? Sizni qanday bog'ingiz bor? Masalan, kommentariyaga yozib o'tinglar. Masalan, olma bog'imdan 1 gektaridan menimcha daromad qildim 2022-yili. Yoki o'ri bog' yoki 1 gektar yerga sabzavot ekkandirsiz. Sabzi yoki kartoshka shunaqa narsalar ekkandirsiz. 1 yilda 2022-yili 1 gektar yerdan necha pul daromad qildingiz? Kommentariyalarga yozib o'tsangiz zo'r bo'lardi. Masalan, Pavloniyadan yiliga $25,000 atrofida daromad qilsa bo'ladi. Qanday qilib deysizmi? Pavloniyani ekasiz, mana shunaqa ekkaningizdan keyin 1 yildan keyin texnik kesib o'rasiz. Kesib o'rganingizdan keyin 5-6 yilda yetadi. Jami 6-7 yil bo'lishi mumkin. Lekin birinchi yil taydan texnik kesilganini hisobiga keyingi hosillarni olishingiz har 6 yilda, har yoki 5 yilda bo'lishi mumkin. Xo'p, 6 yildan hosil oldik deylik. 6 yilda $150,000-$200,000 daromad olish mumkin bo'ladi inshaalloh. $150,000-$200,000 150,000'ni olaylik. $150,000'ni 6 ga bo'lamiz. Bu degani $25,000 ga to'g'ri keladi. Aziz do'stlar, demak 1 gektar yerdan $25,000 daromad qilish mumkin ekan Pavloniya ekib. Siz qancha daromad qilyapsiz 1 gektar yeringizdan? Kommentariyalarda albatta yozib qoldiringlar. Sog' bo'linglar.